Yo, sana papalam hormiydi. Sizlar bilan o'sha Xerox. Xo'sh, anchadan beri video qo'ymadim. Bu uchun uzr, chunki ko'p ishlar chiqib qoldi. Xo'sh, bugun o'yinimizni biz Robloxdan boshlaymiz. Bugun ikkita video chiqadi. Xudo xohlasa, bugun kanalimizda ikkita video. Kommentga yozgan va qo'llab-quvvatlagan uchun Abdusha rahmat. Xo'sh, boshlaymiz. Blade Battle for Brainrot. Mana bu o'yinni o'rgatilar 2 oylar bo'ldi, 1 oylar bo'ldi, bilmayman, esimda yo'q. Boshlaganimni. Xo'sh, ancha bo'ldi bunga kirmagan Robloxga ham update kelgan deyishdi. Xo'sh, biroz to'g'irlash. Nima ko'rib turibsizlar? Bizning ba'zi hozircha nima berading? Ko'ramiz qani. Xo'sh, bu kishi yangi boshlabdi ekan. 5000 5k oladi, 5000 oladi. $5000. Bu millionlari bor ekan. 789 million oldi ekan. Kam. Bu kishini ko'raylikchi. TT sekund to'g'ri ekan. TT bor ekan. TT sekund ko'pmasmidi? Shuni esimda yo'q. TQ. Bizdagi TB kerak. TQlar uchun juda pastdan juda tegasi ham bor. TT sekundda. Mana shuning bayon bo'lsa kerak. TT sekundning bayoni bo'ladi. Aytmoqchi. TT sekundlari eng baland bo'ladi. Shuning uchun uniki balandroq. Bizlarniki TT sekund turibdi. Xullas shumalaylar. Bizda raqobatlashadigan katta odamlar yo'q. Bitta bu bor ekan, u uncha emas. Bu ham o'sha yangilanishni ko'rib keladi. Yangilanish bo'lgan bo'lsa, tezgina borib ko'rib kelamiz. Boshlanishiga mana shu ikkinchi zonadan o'tishga qiyin bo'ladi. Mana shu yerdan o'tishga qiyin bo'ladi. Prichom men ancha vaqtdan beri o'ynagan tufayli ko'pdan o'tib ketishga ulgurdim. Xo'sh. Boramiz. Baribir tepadan narsa ololmaymiz. O'shaning uchun ko'rib chiqaylik ham. Birinchi etamini kesa olaymi? Prosta. Uchinchi etaj, to'rtinchi etajda borib olsak bizga foyda bo'ladi. Shurada olib olaylik, ularga sovg'a qilamiz. Qo'shnilarga. 130 WS'ligini oldik, yana bunisini olamiz. 3 WS'ligini, orqamizga ishlar bo'ldi. 6 ta sonani tarqatib yuboramiz. Bular chunki bu yerga chiqish uchun halidan bir oy kerak. Menga ham birinchi marta shunday qilib ikkita biror sovg'a qilishgan, u faqat millionlik edi. Bunchalik katta emas darajasi. Lekin asta-asta yig'ib ko'tarib oldim. Mana bitta olamiz. Biz 6 dan 8 ko'tarib olamiz. Nima deysizlar, odam olaylik bitta, oyam kattaroq. 6 dan olamiz. Olgandan keyin tezgina bular tarqatib yuboramiz. Ikkinchi nomimiz bor, Robloxdagi mashhur o'yin qiladigan. Roblox o'zi ikkita o'yinchi kiradi, bir xil paytda ularga bait bo'lish uchun kirgan paytda, bu prosta xumor uchun-da. Prosta vaqt sarflab, mazza qilib. Uchun bular men olib borib, bularni men kuchaytirsam, menga bir tiyin foydasi yo'q bular. Biz oltdan oldim, shu tarqatib yuboramiz. Yaxshi olib Butun jangilik ko'p kelmabdi. Xullas, uchinchi etajga o'tishimiz uchun bizda hali juda ko'p vaqt sarflashimiz kerak. Qaytib keldim. Xo'sh, kim bu? Halo. Xo'sh. Ketib qoldi bittasi. Men sizni sovg'a olib keldim. Xullas, eslayverasiz. Xerox tomonidan sovg'a. Xullas, hammasi sizga. Agar kim yangi bo'lsa, Robloxga kelsanglar, shu ruzamni olsanglar, shuni beraman. O'zimda ko'pida kartalarim ham bor, mablag' tomonidan emas, prosta o'yin ichida yordam qilishim mumkin. Bu bola hozir endi millioner bo'lib ketadi. Shu kun o'zidan qarab tomosha qilamiz. Buni o'zining kattasi million topadi. 400 million sekundga eng kattasi. Hozir bola endi boyib ketadi, qarab turadi. Sotib oldi. Tepaga qo'yadi. Buni sotib olsa bo'ladi. Bitta, mana bir rotini qo'yadi. 100 milliard to'shib tashlasa bo'ladi keraksa. Bu kishiga omad tilaymiz. Upgrade o'zgarishlar bor. Upgrade prosta ko'tarish, jonni ko'tarish. Reverse
bir hal ko'tarilmabdi. Bu uncha yaxshi emas. Keyin Travelers deganga 50 mingtalik bu, 70 mingtalik bu. Shuni qaysi birini olishni maslahat berasizlar? Misol uchun 50 mingtalikka ham 8 damage beradi, 15 damage beradi. Menda 4 damageligi bu. 2 4 bo'ldi. Shuni qaysi birini olgan ma'qulroq? Prosta 50 mingga birdan olib qo'ymasdan, kutibgina 70 mingga olgan yaxshi, to'g'rimi? Yozsanglar shu yaxshiroq ma'lumot bo'lgan bo'ladi-da, chunki ko'p vaqtim sarflayman shu yerda. Yana 70 mingta boshqatdan yig'ish o'zlarida oson emas. Keyin bu yerda qilishlarni ko'pi o'sha kesadigan 50 mingga bu ham, 80 mingga bu ham. Xullas eshittiradigan bittaman. Katta rahmat. Bundan esa ko'p manfaatli narsa u. Kimdir keldi. Bu ham kam ekan. Bu ham bunda ham yo'q o'tgancha. Bizda shu tepalarni bo'shab qo'ygan, chunki o'sha yerga tarqatib yubordim. Apshayda kerak emas bizga deb. Xuddi shuni qilaversan. Biz ko'rdinglar, yangilanishlar yo'q. Uncha yangilanish kelmabdi. Olasizlar, kesinglar, mana tarqatib yuborman men mana xohlaganlaringizcha. Hozir ko'ramiz, bu ko'tardigan buni. Net ta'sir berdi ekan bizga. 26 berdi. Tabii balandroq menimcha, tekshirib ko'raylik qanday ko'tarishni. Bemalol ko'tarishga bo'ladi. 44 elektr qilib. Day ko'tarishingizda. Bemalol ko'tarishga bo'ladi. Nima uchun kutib turman shuni? Oson olganim. Hoppa, sizlar uchun bonusiga shunaqa chiroyli havoni ko'rganmisizlar? Tumanli. Men o'zimni ko'rmaganman. Prosta quyoshligi, juda bosh og'ritadigan quyoshligi bor, lekin bu tumanliga yaxshi gap yo'q. Ya'ni addush rahmat. O'yin yaratganlarga razrobatchilar. Menimcha borib uni ko'taramiz yana. 40 ekan. Bo'lib kuchaydik. 10 trillion bo'lib ketdik. O'zi 10 trilliard bo'lib ketdik. Juda boy bo'lib ketdik biz. O'sha bundan nima bor ekan? Bizda sekund beradigan. Buniki 1, hammasi 1. Bu qanaqa taqib oladi? Plus bo'ldi, buncha ko'p narsasi yo'q, kam bor dedim. Bundan chiqamiz deb. Plus mana shunday shuni burib turaman. Qarab turaylik. Men burilgan holatda ollashtiraman-da. 1 2 3 mana yetib keldik. Xo'sh, bu meni ikkinchi naprochdan baho bergan o'yinlarimdan. Chartdan qarab o'tirdim. Prosta birinchi kirgan o'zim ashla yoqqan. Nima bo'lsa-da bilsanglar, bu anime kartalar ochishda, anime karta farm trade. Bu yerda ham juda ko'p odam, 23 mingtadan ko'p, faqat 24 mingtadan 97%dan yoqtiradi. O'ynashni tavsiya beraman. Boshida qiyin bo'ladi, lekin kirib olsanglar juda ham oson bo'lib ketadi. Ko'p admin abuzli ko'p bo'lib turadi, chunki adminlar ko'p aktiv bo'ladi bu yerda. Yana yangilanish oldimizda bizda kirmagan kunlarimiz uchun beradigan DC'lari bor, uni avtomatik o'zi oladi. Bizda 455 USD kerak ochishimiz uchun. Bizda yetarli yo'q. Bizda bor 368 USD bor. Eng katta kartamiz bilan 148 N. Xo'sh, birdan hisobdan bir ko'ramiz kim ekan. Mana oldin ham raqam 53 UW beradigan karta egasi bor ekan. Bizga shuni bittasi bo'lsa ham yetardi. DC ham bo'lsa ham bo'lardi. Bu prosta o'zimiz ochishimiz umuman foydasi. Ulgurmaymiz ham, ololmaymiz ham. Har beramas ekan, qochyapti. Meni kim taniydi? Men kim ko'rganishim meni. Qaraydi. Ana bor odam yotaveradi-da, keyin bu gapirib tursa qarab o'tiradi-yu. Nafsi taka. Xullas boramiz. Bugun omadimiz kelsa sizlar bilan bitta karta egasi bo'lishimiz mumkin. Bu ham DC'ning egasi. Odamlar hayron qolaman-da, nimaga shu kirgan holatida chiqib ketmaydi o'yindan. Yo prosta yoqib qo'yadi, tushunmayman-da, shunda mana shu turaveradi. Birga deytadi 1 soat, 2 soat qimirlamasdan. Umuman qimirlamay turadi.
olmaydi. Agar buni yudiga ko'targandan keyinmi didiga ko'tarish brat sizga omad kerak emas, o'zi ko'tarib oling. Xo'sh, biz tepaga chiqib olamiz, to'xtamayman buni. Xo'sh, bu kishi kim ekan? Yuan Hay. Bizga bitta yudi bo'lsa ham yetardi. Hammasi o'zi karta. Bermaydi endi. Xullas, mana shunaqa narsa bo'ladi. Agar yaxshi odam topolsanglar, ko'ngli ochiq, qitg'amaydigan topolsanglar, bemalol berish mumkin. Endi hech qachon ko'rmaganman birdaniga ishlab turib buncha yudi karta yig'ishdi. Bu egasi kim? Hay, Halis. Kesib beramiz. Onu sakrovat. Nimaga sakrovat bilmayman. Çok zerikkan. Ana bir borardim agar oldimni kesib. Shaqasiga kerak emas bunga. O'sha astagina DC hali uxlayapti. Hali ham o'sha men holatda qotib qolgan. Bizanga qarab chiroy turishni. Причем roti yashil, bizaniki oppoq. Mana shu gap yo'q. Ne go'zal. Kiramizdan olamiz, eni bosdik, eni olamiz. Ikkini sotamiz, 3 ham sotib olamiz. 75 desa bor. Ochadigan kart qo'yib ketmagan, qo'ymadim. Men afsuski ulgurmadim qo'yishga ham. Xo'sh, bu to'g'risdan bizda naqlamiz. Где-то bir sizlar bilan 12 ta ochamiz. 12 ta karta, 12 ta kartadan ichidan agar normalnisi bo'lsa, 100 ga bo'lsa sotib olamiz. Ham sizlar bilan birgalikda omad tilab qo'yaylik. Buni effektlari bor. Effektlardan prичем o'zi juda bam bo'lib ketmasligi uchun o'chirib qo'yganman. Visual effect tartibini. Mana. Agar xohlasanglar olib turadi. Ikkinchi kartamiz. Uchinchi kartamiz. To'rtinchi kartamiz, uncha beshinchi kartamiz ham effekti balanun. O'zi yaxshi emas. Oltinchi kartamiz ham kerak emas. Bu ham 8 bu, 9 bu, 10 bu, 11 bu, 12 bu, 13, 14, 15, 16. Nu demaydi, sotib olamiz 16 ga, 13 yetmas ko'rayina bitta berdi. Bu ham yaxshi. Yudidan bitta past turadi. 17. Hazırlaşıyorlar ama ne juda katta kartlar yo'q bu. Bu DC kartadan просто bitta DC chiqib qolishi mumkin. 12 ta kartaga sizlarda omadinglar tufayli biz eng katta kartani oldik. DS karta tasavvurlasini ham mana shu kartani eng balandda qo'yib qo'yishdi. Uni ochdik hali zo'r chiqadi. Xo'sh, uni to'xtatib qo'yib kelaylik. Qo'yib kelgandan keyin ichib olamiz. Black degan. Qaranglar, chiroyli kartalar. Karta chiroyli faqat. 148, 148, 13, 48, 11, to'xtalar almashtirib olaylik. Nima turibdi? Причем eng yaxshiroq bu. Eng zo'r bu. O'sha ketdik tepaga bir kartalar joylashtirib kelamiz. Yana sizlar bilan keyin oxirgi 10 taga 5 degan kartamizni ochamiz va bizlarni omadimizni sinab ko'ramiz. Remove, replace bilan kutishimiz kerak ekan. Xo'p, 3. Remove, replace. Shu. SP kartani o'rniga almashtiramiz. Biz 2 O karta ekan, O karta qimmatroq qo'yamiz. Shu. Ikkini olamiz. O karta SPni o'rniga joylashtiramiz. Shuni norim yaxshi. Hali ham sakrovat ashna ko'rganmiz. Nash turibdi. Sakrovat hali ham bekorda turgan foydasi olgan oldida. Navbatdagi muvofiq bilan ishlatamiz. Mutationni 100 talak, 3 talakdan 5 ta chiqaramiz.
15 ishlab beradi. Cash bitta qopdi o'zi bunaqadan 5 ta ishlab. Tamam, bitta ishlaydigan. Ketsanlar ochanda 1 2 3 4 ana şartımız 5 şartımız 6 ham şartımız 7 ham şartımız 8 ham kelimi 9 ham 10 ham 11 ham juda past 12 ham yok 16 17 biz lak ichib turib shuncha narsa qila olmadik. Endi voy keslar omadlari degan zo'r ishlab berdi, zo'r foyda keltirdi. 31 NS bo'ldik, sekundiga beradi. 32 ham beradi, sekundiga 32 ham beradi. Mana shu ikkita kartani ochib olsangiz chotga bo'ladi. Biz aytganimdek mana shu o'yinlar menga eng yoqqan o'yinlardan bittasi. Vaqtim sarflasam bemalol o'tadi. Albatta bosimda bor, faqat bosdi. Qaniydir vaqti bor kiradigan, ushadigan. Hal open emas. Damal. Oxirgi marta ko'rib kelamiz bu content creatorlarni bu hali ham shu holatda egasi ham yo'q bo'lishi kerak menimcha. Bu ham badal. Qimirlaysan, qimirlaydimi yo'qmi? Nima deysiz? Qimirlamaykan. Lekin mana ham chotga ekan, real. UD kartasidan hech narsa ketolmaydi. Bitta UD karta. Las, men bo'lsam o'rinda berib olgan bo'lardim, chunki UD kartasi unchalik max ketibdi, max ketmagan lekin kartalarni tarqatib olishim yetadi. Bitta ochgan o'zi shuncha kart chiqadi. Misol uchun qaraylik. 22.1 UD sekundiga beradi. O'zining katta kartasi 50 UD lekin sekundiga 22 oladi. Mayli. Keyin yurganimga Ahmad Bermisri, misol uchun banda bor, plazaga teleportatsiya, soat teleportatsiyasi, bazaga teleportatsiya. Birozda ko'rsatib chiqaman. O'yinda biroz teleportatsiya qilib yurgandan ko'ra, sizlarga to'liqroq ko'rsataman. Men kirib mana shu yerda Eldruzga haqida boshlanadi. Xullas. Oldiga borib, men yo'q gastanardi, nima shu yerda yo'q. Hatta ham yo'q. Bittaga baytolamasligi. Qatta. Hatta men shuncha vaqt personajdan tashlab qo'ydim dedi. Va men Xullas do'stlar, shu videoni shu tugatib tugatamiz. Aprilchon foydali kontent bo'ladigan umiddaman. Bugun faqat Brawl Stars o'yini keyinroq chiqadi. Chunki undan ham ko'p video oldim. Kodda men qolib bo'lishdi. Xullas, gap cho'zmayman. Hammalarga katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Xerox bo'ldi. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun sizlarga katta rahmat.